Derazangizdan azonni tovushi sizni uyg'otadi. Masjidga 100 metr bo'lgan joyga kelganmiz. Katta proyekt qilishayotgan ekan. Hozir shu joy sizlarga bitta video obzor qilib beraman. Hoji ota Village, Toshkent viloyati, Toshkent tumanida joylashgan katta joyga 36 ta kottej tushayotgan ekan. Ko'ryapsizlar, proyektlari hammasi tayyor holatda. Bu yerda bo'lsa uyning ichkari holatini ko'rsanglar bo'ladi va planlari, dokumentatsiya, hamma narsasi tayyor ekan. Shu ko'chadan 100 metr yursangiz, Hoji ota masjidiga chiqarkansiz. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, hammasi yangi qurilish va keng ko'chalardan iborat. Bu plyuslarni hozirlarga bitta-bitta sanab beraman. Bu plyuslarni sizlarga aytadigan bo'lsam, eng katta plyusi bu yerda kanalizatsiya bor, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. O'zini tepasi ham bor ekan. Ko'ryapsizlar, shu yoqqa 36 ta kottej tushadi. Shundan atigi 2 ta donasi sotuvda ulgurib qolsangiz sizniki bo'ladi. Orzungizdagi kottejni shu yerda qurgisi kelyaptimi? 10 ga 20 razmerdan 2 ta bor ekan. Xohlasangiz ikkalovini olsangiz ham bo'ladi. Egalari aytishyaptiki, xohlasa pat ключ qilib tayyor qilib bitirib beramiz ham, kelishamiz deyapti. Yerning narxiga keladigan bo'lsa, 2 sotuv yerda $34 ming deyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'ling.